Sobir aka, baxt tilayman. Eng yomon kuni shunaqa o'tsin iloyim. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90-100 yoshga. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandi baxtini albatta ko'rsin. Yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi.